Ba'zida shunday holat bo'ladi. Omborda biror mahsulot tugab qoladi. Taom stop-listga tushadi. Mehmonlar norozi bo'ladi va siz yo sotuv yo'qotishga rozi bo'lasiz, yo bozorga yugurib o'sha mahsulotni qimmat narxda sotib olasiz. Yoki aksincha, ko'proq zaxira bilan buyurtma qilasizmi? Unda esa buzilgan mahsulotlarni hisobdan chiqarish tufayli yo'qotishlarga rozi bo'lishga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, pul mahsulotlarda muzlab qoladi va ehtimol muhimroq narsaga yetmay qoladi. Omborda mahsulot aynan sotuvni ta'minlash uchun kerak bo'lgan miqdorda bo'lishi kerak. Demak, yaqin davr uchun sotuv prognozi zarur. Qancha va qaysi taomlar sotilishini bilsak, ularning texnologik kartalari asosida qaysi mahsulotdan qancha kerakligi aniq bo'ladi. Bunday prognozni Ayko avtomatik hisobdan oladi va buni har qanday insondan ancha aniq bajaradi. Bugun siz uni Aykoda qanday sozlashni bilib olasiz. Ayko kelgusi davr uchun tushum chek, soni va o'rtacha chekni soatlar kesimida, shuningdek, sotuv strukturasi bilan ko'rsatadi. Prognoz avvalgi davr statistikasi asosida tuziladi va qo'shimcha omillarni ham inobatga olishi mumkin. Shu asosda Ayko kelgusi davr uchun qanday va qaysi mahsulot kerakligini hisoblaydi. So'ng ombordagi qoldiq va yo'ldagi mahsulotlarni tahlil qilib, qancha va nimani buyurtma qilish kerakligini rejalashtiradi. Keling, sozlamalarni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Avvalo, Ayko webga kirib, sozlamalar va tizimga xizmat ko'rsatish bo'limiga o'tamiz va asosiy parametrlarning ichidan prognozlash bo'limini tanlaymiz. Prognoz haftasiga bir marta, har hafta boshida shakllanadi va shu paytda barcha ma'lumotlar yangilanadi. Birinchi navbatda prognoz muddatini sozlaymiz. Bu yerda necha haftalik davr uchun prognoz olishni belgilaysiz. Maksimal muddat 5 hafta. Joriy haftani tahrirlash. Sozlamasi prognoz tuzilgandan va hafta boshlangandan keyin ham ma'lumotlarni o'zgartirish imkonini beradi. Masalan, chek soni va o'rtacha chekni qo'lda tuzatishingiz mumkin. Bu nima uchun kerak? Masalan, sotuvga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan shoshilinch voqea haqida ma'lumot oldingiz. Katta banket yoki ob-havoning keskin o'zgartirishi. Aytaylik, siz papkadagi muzqaymoq nuqtasisiz va yaqin kunlarda kuchli yomg'ir ketilmoqda. Siz ma'lumotni tezda o'zgartirasiz. Tizim prognozini qayta hisoblab, yangilikni summani ko'rsatasiz. Hatto ob-havo prognozini ham Ayko ichida ko'rish mumkin. Keyingi sozlama sotuv strukturasi qanday shakllanishini belgilaydi. Kategoriya yoki ota-ona guruh bo'yicha slayderni yoqsangiz, tizim prognozda tushumni KKS summasiz hisoblaydi. Buyurtma turlari sozlamasi prognozda alohida buyurtma turlari ajratish imkonini beradi. Masalan, yetkazib berish yoki olib ketish. Endi sotuv chuqurligi sozlamasiga to'xtatamiz. Bu yerda prognoz hisobda nechta haftalik statistika inobatga olinishini belgilaysiz. Maksimal 6 hafta. Masalan, seshanba kuni bayram bo'lib, sotuv juda yuqori bo'lgan bo'lsa, tizim keyingi oddiy seshanba kuni reja tuzishda bu pikni hisobga olmaydi. Agar menyu tez-tez o'zgarib tursa yoki muassasa mavsumiy bo'lsa, masalan, yozda parkda mehmonlar ko'p, kuzda kamayadi. Minimal qiymat qo'yish maqsadga muvofiq. Haftalar soni qancha kam bo'lsa, tizim o'zgartirishiga shuncha tez moslashadi. Maksimal qiymat esa barqaror mijoz oqimi va doimiy menyuga ega muassasalar uchun mos. E'tibor bering, bu sozlama o'zgartirilgandan so'ng darhol kuchga kirmaydi. Tizim ma'lumotlarni keyingi haftadan avtomatik qayta hisoblash yoki texnik yordam orqali metrikalarni qayta hisoblashtirish mumkin. Hisobdan chiqarish shotlari sozlamasida prognoz hisobda inobatga olinmasligi kerak bo'lgan shotlarni ko'rsatish mumkin. Masalan, xodimlar ovqatlanishi. Agar inventarizatsiya hujjatlari yoki qayta ishlash aktlarini prognozdan chiqarish kerak bo'lsa, mos slayderni yoqing. Endi voqealar ta'sirini sozlaymiz. Ayko web odatda oddiy kunlar asosida prognoz tuzadi, lekin bayramlar va boshqa voqealar sotuv hajmini oshirishi yoki kamaytirishi mumkin. Buning uchun prognozlash voqealar ta'siri bo'limiga o'tamiz. Bu yerda barcha voqealar turlari, buyurtma turlari va ularning muhimlik darajasi ko'rsatilgan. Yulduzchalar muhimlik darajasini bildiradi. Bitta yulduzcha past, ikkita yulduzcha o'rta, uchta yulduzcha yuqori. Voqealar ta'sirini butun tarmoq yoki alohida restoran uchun sozlash mumkin. Endi voqea, chek soni va o'rtacha chekka qanday ta'sir qilishini belgilaymiz. Masalan, koeffitsient 2, sotuv 2 barobar oshadi. 0.5 2 barobar kamayadi. Masalan, yoningizdagi stadionda sport tadbiri bo'lsa, sotuv va o'rtacha chek oshishi mumkin. Bu yetkazib berishga ta'sir qilmasligi, lekin olib ketishga ta'sir qilishi mumkin. Shunga qarab, koeffitsiyentlarni belgilaysiz. Shu tamoyili asosida barcha bayram va voqealarni kiritasiz va o'zgartirishlarni saqlaysiz. Keyin voqealarni sozlash bo'limiga o'tamiz. Bu yerda voqealar kalendari mavjud. Masalan, seshanba kuni muassasa elektr ta'miri sabab ishlamaydi. Tizim prognozida buni hisobga olish kerak. Voqea qo'shish tugmasini bosib, restoran yopiq turini tanlaysiz. Muhimlik, sana va izohni kiritasiz. Hamda qaysi restoranlarga tegishli ekanligini belgilaysiz. Yoki yaqin atrofda katta konsert yoki davlat bayrami bo'lsa, mehmonlar soni oshishini kutasiz. Buni ham kalendarga kiritasiz.
Yoki yangi aksiya, faqat restoranda sotiladigan super foydali kombo to'plam. O'rtacha chek kamayishi mumkin, lekin mehmonlar soni oshadi. Sotuv turini tanlab, kartani to'ldirasiz, saqlaysiz va voqealar ta'siri bo'limida chek soni va o'rtacha chek ko'rsatkichlarini mos ravishda o'zgartirasiz. Sozlamalar shu bilan yakunlanadi. Shuningdek, prognozni qo'lda tahrirlash yoki boshqa tizimdan olingan ma'lumotlarni yuklash ham mumkin. Buning uchun prognoz sotuv strukturasi bo'limiga o'ting. Bu yerda shakllangan prognozni fayl ko'rinishida yuklab oling. O'zgartirib, qayta yuklash mumkin yoki boshqa tizimdan olingan prognozni yuklash, import orqali sotuv prognozi ma'lumotnomasiga yuklaysiz. Excel faylini kompyuterdan yuklab yoki shablonni yuklab olib, qo'lda to'ldirib, tizimga qaytarish mumkin. Bunda individual prognoz nomenklatura ro'yxatidagi barcha mahsulotlarni qamrab olishi va tanlangan haftaga tegishli bo'lishi mumkin.